Assalomu alaykum. Hurmatli fuqarolar, mana bugun Agrobank jamoasi bilan birgalikda Kunchiqish mahallasida mana sizlar bilan uchrashibmiz. Ya'ni uchrashuvlarimiz endi qanday tartibda bo'lyapti? Har bir mahallaga chiqqan holda o'sha fuqarolarning bankka taalluq bo'lgan savollari bo'lsa, savollarga javob berib ketamiz. Imtiyozlar bormi yoki omonatlar bormi yoki boshqa bank to'g'risida qandaydir tushunmovchi savollar bo'lsa, javob berib ketyapmiz. Bugungi uchrashuvimiz ham mana shu tarzda o'tadi. Marhamat, kimda savol bor? Banklar uchun. Savol beraymi? Ishsiz fuqarolarga qanday qilib kredit olsak bo'ladi? Ishsiz fuqarolarga bankimiz tomonidan bizga ko'mak, bizga birinchi qadam va mahalla loyihasi bo'yicha dasturlar asosida kreditlar berib kelyapti. Demak, ishsiz fuqarolar o'zimiz bank qilgan bo'lsa, ya'ni bank qilish ham qanday xizmat ko'rsatish yo'nalishi bordir, qishloq xo'jaligi yo'nalishi bordir, o'zini bank qilgan holda ishsiz fuqaro bo'lsa, ijodiy kreditlarga ega bo'lsa, biz o'quvchilarga demak 5 million so'mga biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam, 17 million so'mgacha biznesga ko'mak, 50 million so'mgacha mahalla loyihasi dasturlar asosida kirib berilyapti. Bunga birinchi navbatda sug'urta polisi ta'minot uchun yoki uchinchi shaxs kafilligi bo'lsa, shu tartibda berilyapti. Uzoq muddatli kreditlar bilan imtiyozlar 2 yilgacha imtiyozlar berilyapti. Demak, 25%. Albatta, fuqaroning plastik kartasiga tushib beriladi. Misol uchun, qishloq xo'jaligi yo'nalishi qilamiz, boshqa yo'nalish qilamiz, ana shu mavzulardan bemalol foydalanish mumkin. Yana kim savol? Marhamat. Bunda savollar chorva bo'yicha kredit bo'ladimi? Chorvachilik bo'yicha men yuqorida ta'kid o'tgandek, mahalla loyihasi bor. Chorvachilik yo'nalishida kredit olsangiz bo'ladi. Mana shu tartibda ishsiz fuqarolarga bo'ladi. Demak, plastik kartaga tushirib berganimizdan keyin o'zingiz mahalliy chorvadan yoki boshqa nasllar bo'lgan zotlar chorvalardan sotib olib bemalol ta'min qilib siz. O'shanga naqd pulda tarzda berasizmi? Plastik kartaga tushirib beriladi. Plastik karta ochib, plastik kartaga tushirib beramiz. Marhamat, kim savol bor? Biz xonadonimizda kelinlarimiz bilan pishirish yoki non mahsulotlari bilan ishlab chiqarish bo'yicha bir tadbirkorlik qilmoqchi edik. Shunday yo'nalish bersangiz. Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha 2024-yilda 312 sonli tizim qaror chiqqan. Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha bunda albatta xo'jalik yurt subyektlarga, yakka tadbirkor, oilaviy korxona, maslahat cheklangan jamiyat, xususiy korxona, hozir yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan davlat ro'yxati o'tgan tadbirkor subyektlariga ijodiy kreditlarga ega bo'lgan bo'lsa, 1 yil davomida aylanmasi bo'lsa, bu tadbirkorlik yo'nalishlariga kirib berilyapti. Demak, 312 son qaror bo'yicha uzoq muddatli kredit bunda ham 5 yilgacha, 60 yilgacha berilyapti. 2 yil imtiyoz davrlar berilyapti. Aylama mablag'lar to'ldirish uchun esa 18 oyga berilyapti, 6 oylik imtiyozlar bilan 100 million so'mgacha garovsiz, 100 milliondan oshig'i 300 million so'mgacha garov ta'minot orqali kreditlar berilyapti. Davlat ro'yxatini o'tish kerak. Albatta davlat ro'yxati o'tgan bo'lsa, ijodiy kreditlarga ega bo'lgan, 1 yil davomida foyda o'tgan bo'lsa, aylamaga bo'lsa, demak, bu tadbirkor yo'nalishi bo'yicha sizga to'g'ri keladi. Demak, xizmat ko'rsatish yo'nalishlari, ishlab chiqarish yo'nalishlariga demak kreditlar beryapmiz. Yana agar kimda savol bo'lsa, agarda mana shu tadbirkor yo'nalishlari qilamiz desangiz, bu mahallamizda agentlarimiz bor. Mahalla banklarimiz faoliyat yuritib kelyapti. Bemalol tushunmovchi savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, savollarga javob beradi. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat.